Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Insonlardan xafa bo'lasiz, ichingizga yutasiz, kimdir sizni jahlingiz chiqadi, yana ichingizga yutasiz, etmaysiz. Ichingizga yutasiz-de haligi kichkina xafagarchilik kattalashib boraveradida. Keyin arzimagan narsadan xafa bo'lib qolganingizda birdaniga portlaysiz. Atrofingіздagi insonlar aytishadiki, "Voy, nimasiga xafa bo'lasan? Arzimagan narsa-ku" deyishadi. Ular bilishmaydiki, sizni ichingizda bu narsa yig'ilib kelganini. Hech kim bilmaydi bu narsani agar qachonki siz vaqtida aytmasangiz, o'sha sizni xafa qilgan inson sizni xafa qilganini ham bilmasligi mumkin. Bu narsani vaqtida aytmasangiz, qachonki siz xafa bo'lganingizda, sizga yoqmagan vaziyat bo'lganini vaqtida o'sha odamga aytmasangiz, bu narsa bir kun kelib sizga kasallik chaqirishini bilasizmi? Har xil mioma, kista, ayollardagi onkologik kasalliklar, bular hammasi vaqtida aytilmagan xafagarchiliklar, jahli chiqqanda aytilmaganliklari, ichga yutilgan dard, og'riqlardan paydo bo'lishini bilasizmi? Sizchi, siz qanaqasiz? Xafa bo'lganingizda boshqa insonlarga aytasizmi yoki ichingizga yutasizmi?